Assalomu alaykum, Navro'zon Flowers obunachilari. Bugungi kunlaringiz xayrli va barokatli bo'lsin. Bugun mana sizlar bilan mana shunday chiroyli golland aglanemamiz, nomlari ham juda ajoyib chantal sortini sizlar bilan bo'lib, alohida tuvaklarga o'tkazib olamiz. Buni gruntlari juda yaxshi ekan, tuvaklarini ham katta kichikliklari ham o'ziga mos, xos, lekin buni ko'plab gulsevarlarimiz zakaz berganida bo'lib ko'paytirishga olib bering, hammamiz bittadan kurslardan olaylik deyishgani uchun zakaz qilib olib keltirib, endi bularga chiroyli grunt qilib tuvaklarga o'tkazib bermoqchiman. Qarasam tagidagi teshiklaridan tomirchalari ham yaxshigina chiqib boshlabdi. Mana shunday chiroyli aglanemamizni endi sizlar bilan birgalikda bo'lib olamiz. Buni qanday o'stirilishi, qanday parvarish haqida ham ozgincha bo'lsa ham sizlarga foydali maslahatlar berib o'tmoqchiman. Bu aglanemalarimiz issiqda ozroq yaxshi ko'radi, yoz faslida salgina salqinroqda yaxshi ko'radi. Bismillahirrohmanirrohim. Chunki barglari yuqa bo'lganligi uchun ularni bemalol uy sharoitimizda o'stirsak bo'ladi. Buni har xil turlari bor. Xitoydan ham hozir chiroyli navlari, chiroyli rangda aglanemallarimiz kirib kelyapti. Ildiz qismlarini ko'rsalaringiz rosa chiroyli. Bitta ham chirish alomatlari yo'q ekan. Buni bir opamiz uy sharoitida yaxshi parvarishlab o'stirishgan. Shuni men olishga qaror qilib oldim. Chantal sorti kamdan kam keladi Gollandiyadan. Bo'lmasdan chiroyli qilib o'stiribdi. Qarang. Tagiga pukak solgan ekan. Pukaklari ham tomirlari pukaklarni rosa qamrab olibdi. Endi buni ozginchadan tozalab olsam, buni chiroyli gulsevar opalarimizga tuvaklarga o'tkazib beramiz. Aglanemallarimiz namlikni yaxshi ko'radi, tozalikni yaxshi ko'radi. Barglarini hamisha tozalab, artib, ayniqsa yashil bargi bo'lgan aglanemalarimiz shiraga moyil hisoblanadi. Barglariga darrov shiraga o'xshagan suyuqliklar paydo bo'lib qoladi. Shularni tez-tez artib tozalab tursalaringiz barglarni sarg'aytirmaydi, ham chiroyli bo'lib ko'zingizni quvnatib o'sib turadi. Ko'katni ichigacha kirib ketgan tomirlari rosa zo'r bo'libdi. Chiroyli parvarish qilib topamiz. Uy sharoitida boqilgan gul. Ichida kattagina chirvagi ham bor ekan. Ildizlariga hech qanday ziyoni yo'q. Tuprog'ini namlantirib yumshatib turadi. Aglanemamizni endi pukaklardan ozgincha tozalab olsak, tomirlari pukaklarni arasidan o'tib ketibdi. Tomirlarga ziyon yetkazmasdan olamiz. Ildizlari juda zo'r. Aglanemamizga 3/20 NPK bersak bo'ladi. Juda zo'r, chiroyli o'sadi. O'zini bariga chiroyini yaxshigina chiqarib beradi. Shuni bildimki, rangli aglanemalardan ko'ra yashil aglanemalarimiz xohlagan xonadonlaringizga olib o'stirsalaringiz juda moslashuvchan bo'lar ekan. Shunday qilib gulimizda tuprog'ini ozgincha bo'shatib olamiz. Ildizlari juda
juda zo'r ekan. Bittayam chirishlari yo'q ekan. Buni asta-sekinlik bilan bo'shatib olay, keyin sizlarga yana ko'rsataman. Videomiz ozgacha cho'zilib ketmasin deyapman. Vaqtlaringizda ko'pgina ushlab o'tirmayin deyapman. Hozir tozalab bo'lganimdan keyin bo'lish jarayonini ham ko'rsatib o'taman. Gruntlarni yaxshilab tozalab oldim. Ildizlarida bittayam chirish yo'q. Rosa zo'r. Bittagina qarang. Bittagina ko'chatdan bosh qismini kesgan. Chetidan chiqargan detkalari. Rosa zo'r bo'lib, detka berib, chiroyli bo'lib o'sibdi. Endi sizlar bilan buni kesib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'zimizni chirt yumib kesib olamiz, ilojimiz yo'q. Kesilgan joyiga o'g'il tabletkalardan surtib qo'yamiz. Mana ulangan joyi boshqa joyga ziyon yetkazmasdan kesamiz. Qiynalmasdangina tomirlarni bo'shatib olsak, qiynamasdan bir-biriga chigallashib ketibdi. Bu yeriga o'g'il tabletka olib kelib qo'yibman, ezib aptechnisi o'zingiz qo'l bola tayyorlab qilsalaringiz ham bo'ladi. Chala yongan o'tinda shunday ko'mirga o'xshagan nimasidan kesilgan joyiga ham surtamiz. Chirishni oldini oladi. Yaxshilab surtib qo'ysak yaxshi. Mendagi aptekadan olganman. Tuyib tayyorlab qo'yaman hamisha. Gullarga foydasi juda yaxshi. Kesiladigan bo'g'imini topaylik. Yaxshigina qalingina ildizlari bir-biriga qo'shilishib ketgan ekan, avaylab chiqarib olamiz. Ozgincha nima adaptatsiyadan chiqarish uchun konteynerda yoki yorug'lik o'tadigan salofan paketlarda saqlasak, o'zini yaxshigina tutib oladi. Qo'rqmasak ham bo'ladi. Ba'zi mevalarimiz juda yashashga kurashuvchan. Buni ham kesilgan joyiga surtib qo'yibman. Sizlarga yaxshi ko'rinsin. Oyoq qismini topib olaylik, ulangan joyidan kesamiz. Xo'sh, qanday kessa ekan? To'g'ri bo'larmikan? Har bir 2 kishini zakasi bor. Uchinchisi o'zim uchun. O'zim ham yaxshi ko'raman. Aglonemalarni har xil sortini ko'paytirishda, o'stirishni xohlayman. Shunga oldiga sovg'a uchun bitta detkachasini tashlab ketamizmikan? Topamiz. Ikkita kursda aytganida ajratlamasdan hop
ko'p o'ylanmasdan tez kesib olamiz, stressga tushirmasdan gulimizni ulangan joyidan kesamiz. Beozorgina ko'rdilaringizmi, bittagina poyadan shuncha detka bergan. Mana nimalarimiz beozor. Keyin gul tabletga surtib qo'yamiz. Sizlarga ko'rinyaptimi? Yaqinroqdan olib ko'rsatsam. Kesilgan joyga surtamiz. Mana bunda ham oqarib turgan joyi bor, kesilgan joyi. Shuni ham o'quv tabletga surtib qo'yamiz. Chirishni oldini oladi. Endi hamma joyga o'quv sepdim. Negaki katta onaligi chiroyli bo'lib borgan egasiga yetib borsin. Hamma joyga sepdim. Shunda bizda nechta pust bo'ldi? 3 ta mayda tuvakcha, bitta katta tuvakcha. Gruntlarimiz mana. Chipsi, perlit, agrobalt qo'shdim. Vermikulit qo'shmadim bunga. Perlitda ham rosa zo'r o'sadi. Chipsi ham yaxshi o'rtada havo o'tkazuvchan bo'lib turadi. Gulimizga chiroyli bo'lib tomirlarga joylashib beradi. Mana oldindan tayyorlab oldim. Tagida pupek tuproqlarimiz tushib ketmasligi uchun qog'oz yopib qo'yaman hamisha. Chiroyli bo'lib tuproqlari pastga tushib ketmasligini xohlayman. Yoqdan bu yoqqa tuprog'i joylashgunchaki. Bismillahirrohmanirrohim. Chiroyli qilib gullarni tayyorladik. Ildizlarimiz bir dunyo. O'ziga o'zi to'g'ri kelar ekan. Chunki o'zimcha taxmin ham qilgandim. Shu tuvagimiz mos tushsa kerak deb. Chunki tomirlari to'la edi. Tuvagidan tomirlari chiqib ketgan edi. Qo'lda ishlashni yaxshi ko'raman, chunki gulda qayerga nima tuproqni qanday yetib borayotganini qo'lim bilan his qilib turishni yaxshi ko'raman. Ozgincha uramiz. Hamma joyiga yaxshi yetib borishi uchun. Tomirlarga ziyon yetkazmasdan markaz qismiga qo'yamiz ag'larinamizni. Agar torfimiz yetmay qolsa, yana tayyorlab olishga ortiqchasi bilan ekib qo'yaman. Gul ekavergan sari gruntlar ham yetmay qoladi. Aytib o'tdimmi? Agronemalar tozalikni yaxshi ko'radi deb, biz ayollarga o'xshab barglarni chiroyli qilib artib tursak, ko'zimizni quvnatib, barglarni chiroyini bizga yanada ko'rsatib beradi. Joydan joy almashtirganimizda ham bir epin, sirkon sprey qilib qo'yishimiz kerak. Barglarni tez sarg'aytirib yuborishi mumkin. Tag qismlaridagini har xil sabab bo'lishi mumkin, shira bo'lishi mumkin yoki
joydan joy almashsa, keyin esa tik quyoshda xohlamaydi. Keyin esa shamol konditsionerda yaxtayligi kelib turadigan joylarni xohlamaydi. Bir xil haroratda bo'ladigan joyga qo'ysalaringiz, gulingiz rosa chiroyli bo'lib o'sadi. Videomiz cho'zilib ketmasin deb shuncha harakat qilyapman. Bari cho'zilib ketyapti. Ozgincha bosib qo'yamiz, lekin yengilgina bu rosa chiroyli ko'kladi. Tuvagi ham o'ziga mos bo'ldi. Bularga qog'oz, pukak tayyorlab qo'yibman. Shoshganda hozir bittasini ko'rsatsam sizlarga, qolganini videomizni to'xtatib qo'yib ikki bo'lib keyin yana ko'rsataman. Tag qismiga tuproq qo'yib qo'yamiz. O'ziga mos kichkinagina tuvakcha. Katta tuvakka birdan o'tkazsak, ildizlari kichkina. Suvni ko'p qo'yib qo'ysak, tomirlari chirishi mumkin. Shuning uchun hammasini ildizlari soppa-sog'lom. Chiroyli qilib tomirlarini o'zini makoniga joylashtiramiz. Kunlarimiz salqin tashladi. Gullarimizni endi chiroyli qilib yangi tuvaklarga, yangi gruntlarga alishtirib olsak bo'ladi. Kichkinasini bir ikkita ko'rsatib yuborsam, keyin qolganini ikki bo'lib ko'rsataman sizlarga. Tamam? Joyingda tur. Soldatday deb. O'zi bu gullar rosa chiroyli. Ranglari rang-barang. Aqlli barglari takrorlanmas. Men uchun hamma gullar qadrli. Mayda kichik Xitoymi, gollandmi, tayskimi, hammasini parvarishini yaxshi qilib bersangiz, millat ajratish bo'lmasdan chiroyli bo'lib o'sadi. Gulimiz ham yaxshi joylashdi. Gigant bo'ladigan sorti, barglari katta bo'ladigan sorti yangi keldi menga. Chiroyli qilib hammasini dorilab, barglarini o'zimning gullarim orasiga qo'shdim. Chunki boshqa joyda turgandan keyin bironta shirami, kleshmi, bittagina ilashib kelgan bo'lsa ham uyda turgan tozagina gullaringizga o'tib ketishi mumkin. Gulimizni salgina bosib olamiz. Shunday ekib olamiz. O'zini zo'r qilib tutib oladigan ildizlari bor. Hozir bular hammasini ekib olib, keyin suvlaymiz sizlar bilan birgalikda. Mana gullarimiz chiroyli qilib ekib oldik. Bu yerda ikkita opa zakaz bergan. Bunisini esa bir juftini bir opa zakaz bergan. Oldindan to'lovini ham qilib qo'ygan. Shuning uchun chiroyli qilib katta tuvakka bo'lmasdan ekib berdim. Qolganlari boshqa opalarniki. O'zlariga o'xshagan chiroylikkina tuvaklarga ekib, chiroylikkina qilib berdik mana gullarini. Endi bularning ichidan eng kichkinasini o'zimga olib qolaman. Chunki hamisha klientlarda birinchi o'ringa qo'ygan holatda o'zim ham yaxshi ko'rganim uchun eng kichkina ko'chatchasini o'zimga olib qolaman. Kattaroqlarini egalariga beramiz. Mana gruntimiz quruq, chunki hamisha quruqqa ekaman. Ildizlari tomirlarning orasiga yaxshi chiroyli bo'lib yetib borsin deyman. Ho'l bo'lsa, yetib borishi ozgincha qiyin bo'ladi. Oddiy suv, krandan olingan suv, tindirilgan. Juda ko'p namlamaymiz. Kunlar salqin tushdi. Agronimalaringizni iloji boricha spreylarini kamaytirsalaringiz yaxshi bo'lardi. Chunki
ildizlarni chaqib qo'yishlaringiz mumkin. Tanglardan ozgincha suv chiqdi. Gruntlarimiz, ayniqsa agrobatlar namlikni o'ziga yaxshi shimib oladi va kunning issig'ida tezroq namligi ko'tarilib ketadi. Lekin hozir kun salqin tashlaganligi uchun hamda uyda konditsioner ishlab turgani uchun ko'p suvlamaymiz gullarimizda. Salgina shu namligi ham perlit ham o'ziga shimib oladi, namlikni yaxshi ushlab turadi. Mana sizlarga ham qiziq bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'laman. Aglaonema golland chantal gulimizni chiroyli qilib ekib oldik. Endi buni konteynerlarga solamiz. Katta konteyner tayyorlab qo'yganman. Endi bularni ichiga solib adaptatsiyadan yaxshigina o'tkazib olamiz. Chunki bitta ikkita barglarni tashlashi mumkin. O'zini yaxshi tiklab ushlab qolishi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Konteynerimizga endi joylashib olinglar. Ketasizlarmikan? Mana bunisi ozgincha kichkina bo'ldi tuvagi, chunki tomirlari salgina kichkina ekan, lekin bo'ylari ancha baland. Shunda 4 ta tuvagimiz bo'ldi. Buni og'zini hozirlayapman sizlarga ko'rsatish uchun. Shunday qilib konteynerga solib ko'rsatyapman. Bu 60 litrlik konteyner. Bemalol mana shunday qilib aglaonemalarimizni tikka turgan holatda katta aglaonemalarni konteynerlarga ishlatsalaringiz bo'ladi. Yoki yorug'lik o'tkazadigan salofanlarga solsak ham bo'ladi. Bemalol shunday qilib gullaringizni chillada saqlab olasizlar. Ozgincha bo'lgan bo'lsa ham, foydali bo'lgan bo'lsa ham sizlarga xursand bo'laman. Shunday gullaringizni chiroyli qilib ko'paytirib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.